Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, bizni kuzatayotgan barcha shu O'zbekistonda xo'p barcha birodarlarimiz musulmonlar. Mana Qo'shtepa tumanida Paxtakor mahallamizda Hazrati Mavlono Lutfulloh jome masjidimizga hozir zamonaviy tahoratxona, hojatxona qurilyapti. Shuni qurilishi hozir mana beton paddushka betonlari quyilib bo'lib qolay deyapti. Shunga xo'p mana mahallamiz oqsoqoli Esonboy tog'am boshchiligida bo'lyapti. Xudo xolasa bir ko'ngildan chiqargan ko'ngillilar bo'lsa, tashqarida o'zimizda ishlayotganlar, xo'p ehson qiluvchilar, Xudoning yo'lida ehson qilaman deb niyat qilganlarga xo'p plastik raqam qoldiramiz. Ozgina yordam qilsa jetib bitirib olamiz deyapti. Ish ketyapti mana Xudo xolasa. İşlerimiz mana padushkalari qurilib, olib to'lib, mana mahallamiz raislari, oqsoqollar hammalarimiz shu Esonboy tog'a mana bizni ko'rib turganlarga masjidda mana Hazrat Mavlono masjidimizga zamonaviy tahoratxona qurishga yer bog'ladik. Mana ustalarimiz olyapti. Mana ehsonlar sabab shu ishlar bo'lyapti. Mana ehson qiluvchilar bo'lsa, hozir plastik kartani qo'yib qo'yadi Rasuljon. Shunga qarab harakat qilaveramiz. Xo'p do'stlar, toma ko'l bo'ladi. Kimdir ko'nglidan chiqarganini, agar ehsonga qurib yetmaydigan odam kelib ozgina qarasa ham, mehnat qilsa ham, u ham ehsonga kiradi. Hammalaringdan yordamlaringni ayamaysizlar, barchalaringdan kutib qolamiz. Ozmi ko'pmi ehson qiluvchilarni, ehson qilayotgan ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin. Ilohim sizlar birni bersalar ham Xudo sizlarga mingni bersin. Salomat bo'linglar.